Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qeynamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Arab Elleri İttifaqı vekilleri Şarkı Türkistan'da ziyaret kıldı. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning savollariga javob berib, Arab Elleri İttifoqidan bir o'makning Sharqi Turkistonda bir necha kun ziyoratda bo'lganligini bildirdi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Arab Elleri İttifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari Xitoyda o'tkazilgan Xitoy Arab davlatlari hamkorlik munbirining 18-navbatlik yuqori darajalik amaldorlar yig'iniga qatnashgan bo'lib, Xitoy rejimi yig'iniga qatnashgan Arab Elleri İttifoqi kotibot boshqarmasining mas'ullari va yuqori darajalik amaldorlar hamda strategik siyosiy dialog jamiyatidan tashkillangan 34 amaldorni Sharq Turkistonda ziyorat qildirgan. Ziyorat 30-maydan 2-iyungacha davom qilgan bo'lib, Xitoy rejimi bu ziyorat orqali burunqidakla Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyat va arab islom dunyosining ko'zini bo'yashga uringan. Bildirilishicha, ziyorat o'makida Misr, Saudiya Arabiston, Aljeriya va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 16 arab davlatidan kelgan amaldor bor bo'lib, bayonotchining oshkorlashicha, Xitoy mazkur vakillar o'makini Urumchi, Qashqarni o'z ichiga olgan rayonlardagi masjid, atalmish diniy maktablar, yerlik korxonalar, Qashqar qadimiy shahri qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Undan boshqa yana Xitoy doimlik ko'z bo'yamchiligi bilan oldin maxsus tayyorlangan atalmish terrorlikqa va radikallikqa qarshi turish ko'rgazma o'rinlari va masjidlarni ziyorat qildirgan. Wang Wenbin so'zida Arab davlatlari Xinjiangga munosabatlik masalalarda azaldan odil maydonni saqlab keldi. Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi do'stlarning Xinjiangni ziyorat qilishini va ko'rib beqishini qarshi oladi deb bildirgan. Xitoy rejimi ziyorat o'makini yana Urumchi xalqaro cho'ng bozoridagi do'konlarni, po'lat zavodini ziyorat qildirgandan boshqa atalmish Islom instituti qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Ziyorat davomida ko'z bo'yamchilik qilish maqsadida oldin tayyorlangan kutubxona, o'qitish binosi, o'quvchilar oshxonasi qatorliq o'rinlarni ko'rsatgan. Shundaqla Xitoyga sodiqligi bilan nom chiqargan atalmish Xinjiang Islom dini instituti mudiri va Xitoy Islom dini jamiyatining muavin boshlig'i Abduraqib Temurniyoz navbatdagi Sharq Turkiston vaziyati haqida yolg'on guvohlik bergan. Xitoy musulmonlarni masjidlarda kommunizmni tashviq qilishga majburlamoqda. Xitoy rejimi atalmish islom jamiyati qurilganligining 70 yilligini tabriklayotgan bir mezgilda musulmonlarni islom dinini xitoylashtirish terror siyosati uchun xizmat qilishga majburlamoqda. Zimiston to'rining 5-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy xuddi cherkovlarni kommunizmni tashviq qiladigan o'ringa aylantirgandek, Xitoydagi islom dini jamiyatini masjidlarda o'xshash rol o'ynashga majburlagan. Navbatda Xitoyning talabi bo'yicha ish qilmagan masjidlar qattiq besim hamda xirisga duch kelmoqda ekan. Bildirilishicha, Xitoydagi islom jamiyatini kontrol qiladigan birliksab organning asosli vazifasi tadrijiy holda islom dini jamiyatidagi musulmonlarni Xitoy kompartiyasiga bo'ysundirish, marksizm va Shi Jinping ideyasini o'g'itish orqali xitoylashishga yetaklash ekanligidan iborat razil maqsadi kun sari oshkorlanishga boshlagan. Atalmish islom jamiyati 1953-yili qurilgan bo'lib, 2023-yili qurilganiga 70 yil bo'lgan mazkur jamiyat tadrijiy holda islomni cheklash orqali musulmonlarni yo'qotib xitoylashtirishga tirishib kelgan va navbatda bu xil razil maqsadini texmi ochiq oshkorlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy idorasi doimiy komitetining a'zosi, Xitoy siyosiy maslahat kengashi mamlakatlik komitetining raisi Wang Hunyang va Xitoy Kompartiya Markaziy komiteti siyosiy idorasining a'zosi Tayfang birliksa bo'limining ministri qatorliq amaldorlar 19-may Xitoy islom jamiyatining mas'ullari bilan Beijingda suhbat yig'ini uyushtirgan. Yig'inda Xitoy islom dini jamiyatining yetmoqchi bo'lgan razil maqsadini izohlagan. BDT Hong Kongning 4-iyundagi qo'lga olish qilmishidan cho'chiganligini bildirdi. Xitoy 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligi munosabati bilan Tiananmen maydonini qattiq kontrol qilib, jiddiy vaziyat shakllantirgan bo'lib, Hong Kong soqchilari nurg'un xalqni qo'lga olgan. Fransiya Xalqaro radiosining 5-iyundagi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Hong Kong doiralarining Tiananmen maydonidagi bostirish voqeasining 34 yilligini xotirlash kunidagi tutqun qilish qilmishidan andisha qilganligini bildirgan. BTT kishilik huquq oliy komissari Twitter hisobotida Hong Kong doiralarini fikr erkinligi va tinch yig'ilish sababidan qo'lga olinganlarni qo'yib berishga chaqirgan.
Ammo Xitoy rejimi Hong Kongning ilgarigi qalaymaqonchilik vaziyat ahvolidan gullanishga qarab yuzlanganligini da'vo qilgan. Bildirilishicha 4-iyun 1989-yili Tiananmen maydonida yuz bergan qonliq bostirilish voqeasining 34 yilligi bo'lib, Xitoy rejimi Tiananmen maydoni va atrofdagi rayonlarni qamal qilishni texmo kuchaytirgan. Qamal qilish orqali kishilarning 4-iyun bostirish voqeasini xotirlash faoliyatlariga qatnashishining oldini olgan. İlgari 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligi oshkora xotirlashga ruxsat qilinadigan Hong Kongdami saqchilar atalmış davlat bexatarlik qonunini ilgari surib, barliq ko'chalarni qattiq kontrol qilgan. Blinken Iranning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Iranning yadro quroliga ega bo'lishiga ruxsat qilinmaydiganligini aytdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Washingtonda o'tkazilgan Isroiliya ommaviy munosabatlar komitetining 2023-yillik siyosat nomli boshliqlar yig'inidagi so'zida Isroiliya bilan Amerika o'rtasidagi hamkorlikning hayotning hamma sohalarini o'z ichiga olganligini bildirib, hukumatlar o'rtasidagi hamkorlikning xalqlar o'rtasidagi munosabat orqali kuchaytirilganligini ta'kidladi. Blinken Amerika prezidenti Joe Biden hukumatining ikki taraf munosabatini texmo taraqqiy qildirish uchun davomli tirishadiganligini ta'kidlab, Isroiliya Amerika munosabati Amerikaning Isroiliyaning bexatarligiga bo'lgan sadoqati orqali kapolatga ega qilingan bo'lib, bu sadoqatni dadalash qilishga bo'lmaydi dedi. U Amerikaning Isroiliyaga harbiy va iqtisodiy yordamlarni berayotganligini, ikki davlatning birlashma harbiy manevr va tadqiq qilish, taraqqiy qildirish xizmatlarini elib berayotganligini bildirib, Isroiliya kuchlangan sari Amerika texmo bexatar bo'ladi dedi. U yana Washingtonning Isroiliyaning qonuniyligidan gumonlanish urinishlariga, shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi va Kishilik huquq kengashi qatorliq munbarlardagi Isroiliyani yolg'izlashtirish va zarba obyekti qilish tirishchanliklariga qarashtirib kelganligini o'ttirg'i qo'ydi. Blinken Isroiliyaning nurg'un xatarlarga duchor bo'layotganligini ta'kidlagan holda, ammo Isroiliya duch kelgan eng chong tahdid Iran hokimiyatidir dedi. U Rossiyaning Ironni qurol bilan ta'minlayotganligini tilga olib, biz Iranning yadro quroliga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz dedi. Blinken Biden hukumatining Ironga qarata diplomatiya, iqtisodiy besim yurgizish va Ironga tahdid solish siyosatlarini yo'l qo'yayotganligini bildirib, agar Iron diplomatiya yo'lini rad qilsa, prezident Biden Ironning yadro quroliga ega bo'lishining oldini olish uchun barliq tanlashlarning ustal ustida ekanligini bir qancha qatim ochiq-oshkora takrorladi deganlarni qayd qildi. U so'zini davomlashtirib, Isroiliya Saudiya Arabiston munosabatining normallashishi Amerikaning davlat manfaatiga foydali. Biz ikki davlat munosabatini yaxshilashda rol o'ynashimiz kerakligiga ishonamiz. Buning nihoyatda tezla yoki osonla ishga oshmaydiganligini bilamiz va bu yo'nalishda kuch sarf qilishni davomlashtiramiz dedi. Blinken bu hafta ishga oshirilishi planlanayotgan Jidda va Riyod ziyorati jarayonida bu masalaning o'ttirg'i qo'yilganligiga ishorat qilib, rayon xarakterlik bir gavdalashish va muqimlikning Isroiliya uchunmi, Amerika uchunmi foydali ekanligini eskartib, ammo bir gavdalashish va munosabatlarni normallashtirish Isroiliyaliklar bilan Falastinliklar o'rtasidagi ilgirlashning o'rnini ola olmaydi. İsroiliyaning sheriklari bilan cho'nqurlashayotgan munosabati Falastin xalqining farovonligi va masalani ikki davlatlik hal qilish planiga to'kib qo'shishi kerak dedi. Blinken yana ikki davlatlik hal qilish chorasini Isroiliya bilan Falastinliklar o'rtasidagi bevosita suhbat orqali amalga oshirg'ili bo'ladiganligini ta'kidladi. Dunyodagi eng chong aviamatga NATOning qo'mondonligida vazifa o'taydi. Amerikaning USS Gerald R. Ford nomli aviamatkasi Norvegiya dengizidagi planli harakatlarning bir qismi sifatida Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOning qo'mondonligiga o'tdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, NATO bayonot e'lon qilib, dunyodagi eng chong aviamatka USS Gerald R. Fordning hamrohligidagi paraxodlar bilan birlikda 2-iyundan boshlab NATO qo'mondonligi ostida dengiz okean bexatarlik faoliyatlari va mashqlarni elib boradiganligini uqtirdi. Bayonotda ko'rsatilishicha, oldin planlangan faoliyatlar bo'yicha Yevropadagi Amerika aviamatkasiga Amerika vazifa gruppasidagi qo'g'iluvchi paraxodlar bilan sayohat paraxodlari hamroh bo'ladi ekan. Undan boshqa NATOga a'zo bir qism davlatlarning dengiz armiyasi askarlari NATO qo'mondonligidagi mazkur aviamatka bilan birlikda harakat qiladi ekan. O'tirg'i qo'yilishicha, F-18 urush aeroplani, baldur ogohlantirish aeroplanlari, transport aeroplanlari va tik uchar aeroplanlarni elib mangan Amerika aviamatkasining NATOning qo'mondonligiga o'tishi Atlantik okean halqigan ittifoqlikni davomlashtirishning muhim ishorati ekan.
Bu qadam yana NATO ittifoqdoshlari orasidagi qo'mondonlik va kontrol qurilmasining o'zaro almashishchanligi va chaqqonligini namoyon qilib beradi ekan. Aviamatkining bu bir hafta NATO qo'mondonligida vazifa o'taydiganligi qayd qilindi. İbrahim Qalin Türkiye istihbarat tashkilotining boshliqligiga tayinlandi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan prezidentlik sarayı bayonotchisi İbrahim Qalinni Türkiye Milliy istihbarat tashkilotining boshliqlik vazifasiga tayinladi. Türkiye'deki her qaysi taratqularning xabariga asoslanganda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ning yangi ministrlar kabinetining ichida Milliy istihbarat tashkilotining boshlig'i Hakan Fidan tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangandan keyin istihbarat tashkilotining boshliqligiga kimning tayinlanganligi haqida har xil farazlar o'tirg'i qo'yilgan edi. Erdoğan'ning qarori bilan Milliy istihbarat tashkilotining boshliqlik vazifasiga tayinlangan İbrahim Qalin ijtimoiy uchur vositasida e'lon qilgan uchurida Prezident Erdoğan'ga va yangi vazifasini tabriklaganlarga rahmat aytgandan keyin kuchlik, bexatar va mustaqil Turkiya uchun xizmat qilishga davom deb uchur yo'lladi. Shundaqla sobiq tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lining o'rniga tashqi ishlar ministrligiga tayinlangan Hakan Fidanni Angliya, Ozarbayjon, Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati, Fransiya, Shvetsiya va Ukraina qatorliq ko'plagan davlatlarning tashqi ishlar ministrlari tabrikladi. Navbatda har ikki diplomatning intayin kuchli orqa ko'rinish, mo'l tajriba va qobiliyatga ega ekanligi Turkiya tashqi siyosatida muhim o'zgarishlarning bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Turkiya alohida qismlari Kosovoga yetib bordi. Kosovodagi voqealardan keyin Turkiya alohida qismlari Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining talabiga binoan rayonga yetib bordi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, rayonda vazifa o'taydigan Turkiyaning bir komandir batalyonining tunji atriti Kosovoga yetib bordi. Kosovodagi jiddiy vaziyatning kuchayishiga ergashib, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti Turkiyadan askar talab qildi. Turkiya Davlat mudofaa ministrligi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining talabiga binoan rayonga bir komandir batalyonini o'rinlashtirdi. Orqadan Turkiya alohida qismlari Kosovoga yetib berishga boshladi. Ministerlikning silliq bayonotida Turkiya alohida qismlari o'ltirgan aeroplanning Kosovoga qarab yo'lga chiqqanligi bildirildi. Turkiyaning bir komandir batalyonining tunji atritining Kosovoga yetib berishidan keyin Turkiya Davlat mudofaa ministrligi yana bir bayonot e'lon qildi. Ministerlikning ommaviy o'rtaqlashish to'rbetidagi sahifasida e'lon qilingan bayonotida Kosovodagi qahramon askarlarimizga Kosovoda tinchlik va xotirjamlikni qo'g'dash yo'lida muvaffaqiyat tilaymiz deyildi. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugünkü xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.